Правоохранители выявили 13 граждан из стран Центральной Азии, которые находились на территории России с нарушением установленного режима пребывания. Rossiyada hujjatsiz ishlab yurgan musofir aka-ukalar, ehtiyot bo'ling sizlar. Rossiya politsiya xodimlari endilikda hujjatsiz yurgan migrantlarni boshqacha ushlash yo'llarini boshlab yuborishibdi. На каждого из них составлен административный протокол и наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением из Российской Федерации. Tojikistonlik bo'lgan 10 yoshli musofir ukamiz Timofey ismli rus bolasi tomonidan o'ldirildi. Moskvada o'ldirilgan 10 yoshli Qobiljonning o'limiga sababchi bo'lgan Timofeyni otasi deya aytilayotgan shaxs insonlarga murojaat bilan chiqdi. В Подмосковье, в Одинцово, к счастью или к сожалению, заслужить я пока еще не был. С Тимофеем, которого вы сделали моим сыном, не знаком. Rossiyada ishlab yurgan barcha musofir aka-ukalar va hurmatli obunachilar, sizlar bilan men Qilichbek kanalimizga xush kelibsizlar. Demak, bugun ham sizlarga bir necha xabarlarni taqdim etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingizga kerakli ma'lumotlarni olib oling sizlar. Demak, biz videoni boshlaymiz. Siz esa videoga bitta like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shu orqali bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Iltimoslarni bajardingizmi? Sizga kattakon rahmat. Biz mavzuga o'tamiz. Rossiya politsiya xodimlari endilikda Rossiyada noqonuniy ishlab yurgan mehnat muhojirlarini qo'lga olish maqsadida ochiqchasiga metrolarda aylanib, kerak bo'lsa, avtobuslar to'xtatib, taksilar to'xtatib, red tadbirini ham boshlab yuborishibdi. Red tadbirida yaqinda 13 nafar mehnat muhojirlar, ya'ni musofirlar qo'lga tushgan, ularning hujjatlari tekshirilgan va ko'piga 5000 rubldan shtraf solingan va 18.8 moddasi bilan ularga nisbatan jazo qo'llanilgan. Marhamat, red tadbirdan olingan qisqacha video kadrlar tomosha qiling. Сотрудники полиции Управления МВД России по городскому округу Электросталь провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений миграционного законодательства среди водителей такси и пассажиров общественного транспорта на железнодорожной станции Фрязино. В ходе рейда правоохранители выявили 13 граждан из стран Центральной Азии, которые находились на территории России с нарушением установленного режима пребывания. На каждого из них составлен административный протокол и наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением из Российской Федерации. Bilasiz, hozirgi vaqtda Rossiyada kurslar bir pasayib, bir ko'tarilib ketyapti. Shuning uchun men sizlarga eng zo'r kurslarda O'zbekistonga pul o'tkazadigan ilovani tavsiya qilaman. Tezda ilovasi. Bu ilova orqali sizlar Rossiyadan turib istalgan O'zbekistondagi Humo va Uzkartlarga bez komissiya pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu ilovaning yana bir qulay tarafi shundaki, O'zbekistondan turib Rossiyadagi do'stlaringizni ham kartalariga pul o'tkazmalarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Ilovani yuklab olish uchun App Store va Play Marketdan qidirishingiz mumkin. Silkasi kommentariyada turibdi. O'sha silkani ham bosib, bemalol telefoningizga yuklab oling va qiynalmasdan pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Bilasizlar, yaqinda Moskvadagi maktablarning birida fojia bo'ldi. Tojikistonlik bo'lgan 10 yoshli musofir ukamiz Timofey ismli rus bolasi tomonidan o'ldirildi. Aynan o'sha Timofeyni otasi deya aytilayotgan mana bu shaxs insonlarga murojaat bilan chiqibdi. Internetlarda ko'rdik, Timofeyni otasi ruskiy общенияda ishlar ekan degan rasmlar tarqaldi. Qanchalik bu rost? Kelinglar, mana bu video orqali biz bilib olamiz. Всем доброго дня. Меня зовут Александр Фомич. Мне 64 года. Родился и проживаю в городе Ленинск-Узденске Кемеровской области. Являюсь пенсионером. Вчера, узнав о том, что меня выставили во многих пабликах в роли папы Тимофея, был крайне удивлен. А комментарии с призывами к расправе и наказанию меня, мягко говоря, смутили. Без какой-либо вины и причины на обширную публику я и русская община была выставлена как какие-то злодеи. В Подмосковье, в Одинцово, к счастью или к сожалению, заслужить я пока еще не был. С Тимофеем, которого вы сделали моим сыном, не знаком. А флаг русской общины, на котором название нашего города закрыли фотографии убитого ребенка, использовали с целью разжигания откровенной ненависти и вражды в нашей стране. В ближайшее время я вынужден обратиться в правоохранительные органы, так как считаю, что призывы к расправам и клевета не должны оставаться безнаказанными. Всем добра.
Hurmatli obunachilar, bugungi sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz, ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Albatta, videomizni aynan mana shu nuqtasigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Albatta, poddeshka uchun, podpiska uchun